Olib bera olasizmi? Qancha vaqtdan ichida olib bera olasiz? Himoya qilishlik. Xo'p, videoni ko'rdinglar. Bu narsa yaqin 2-3 kundan beri Instagram ijtimoiy tarmog'ida juda ham ko'plab muhokamalarga va eng asosiysi negativlarga sabab bo'lyapti. Kelinglar, bu narsaga har ikkala tomondan ham birgalikda qarab ko'ramiz. Birinchi navbatda, Mahar bu kelinning haqqi. Unga hech kimni hech qanaqasiga aralashishga haqqi yo'q. U mashina so'raydimi, uzuk so'raydimi, bu uni o'zini xohishi. Agar kuyov buni ko'tara olmaydigan bo'lsa, uni oldindan gaplashib olish kerak edi. Ya'ni kelishib olish kerak edi bu narsani. Kuyovni ham to'g'ri tushunish kerak. Nikoh bu bir kunlik marosim emas. U butun umrlik tanlov va qaror hisoblanadi. Agar u nikoh vaqtida o'zi ko'tara olmaydigan majburiyat uchun ha deb qo'yganda, bu undan ham katta xato bo'lardi. Balki bu tashab chiqib ketgani bilan ikkita tomonni ham qutqarib qolgandir. Bu yerda muammo hech qanaqa mashinada emas. Muammo nikohdan oldin kelishib gaplashilmaganida. Oqibatda bittasi bu men haqqim deydi, bittasi bo'lsa bunaqa narsa menga kerak emas, men tinchgina ketaman deydi. Nikoh bu majbur bo'lish emas, bu tayyor bo'lish. Siz qaysi tomondasiz? Kommentda fikringizni yozib qoldiring.